yangi kolonializm degan tushuncha mavjud. Bu demak tomoshabinlarga men o'zim fikrimni aytib qo'yay, retorika sifatida. Keyin Jahongir akaga so'z beramiz. Albatta, bu mana shu haligi sovetlarning shu haligi jon taslim qilishidan oldingi haligi qo'shtirnoq ichida klishesi. Nima bo'ldi oxirida? Lekin Amerika hali bu loyihadan voz kechgani yo'q. Kechirasiz, lekin hozirgi holatda mana Suriyadagi rejimda yiqitolmasligini bilardi. Eronda yadroviy qurolga ega bo'lish masalan Qo'shma Shtatlarga nimasi bilan xavfli? Donald Trump aytdiki, urush undan avval Pikeksiz ham o'sha senatorlar bilan uchrashuvda aytgandi. Ya'ni 60 kunlik berilgan prezidentning o'sha vakolati bo'yicha berilgan muddatda aslida sulh belgilangandayoq urush to'xtagandi deb aytdi. Ya'ni o'sha oxirgi 1 oy endi qo'shinlarni olib chiqish, mana shunday harakatlarga berilish kerak edi, lekin Donald Trump hozirda mintaqada armiyamiz qoladi deb aytgan edi. Kechagi xabarlar bo'yicha buni Pikeksiz ham tasdiqladi. Xo'p, endi mana shu vaziyat bo'yicha dastlab bitta aniqlik kiritsak-da, ya'ni epik g'azab deb nomlangan operatsiya edi. Xo'p, sulh boshlangan vaqtda bu o'sha 60 kun amal qiladigan muddat tugagan ekan. Ya'ni ana shu muddatdan foydalanilmaganda urush tugagan ekan. Navbatdagi muddatda agarda kelishuvga erishilmasa, yana bir qandaydir nomini epik nimadir deb nomlab yangi bir operatsiya boshlab, unga ham yana qaytadan 60 kunlik muddat berilishi mumkinmi? Ya'ni Eron bilan bog'liq hozirgi vaziyat. Marhamat Shavkat aka. Dastlab berilgan 60 kunlik muddat bu kongressni bir yakuniy qarorsiz urush olib borish uchun prezidentga berilgan bir vakolat sifatida va buni yana zaxiradagi 30 kuni borligini o'zingiz eslatdingiz, yana 30 kuni bor. Lekin shu urush qanday maqsadlarda boshlangan bo'lsa, ya'ni agressiya qanday maqsadlarda boshlangan bo'lsa, bu maqsadlarni birortasi hozir amalga oshirilgan yo'q. Aksincha hozir mintaqada og'ir bir inqirozli bir holat vujudga kelib qolgan. Ko'pchilik kuzatuvchilar aytadiki, mazkur holatni keng ko'lamli urushga olib kirishi mumkin bo'lgan holat sifatida baholaydi. Nimagaki Qo'shma Shtatlar tomonidan hozir Xurmuzni to'liq blokada qilinishi va umuman Eronga harakat erkinligini bermayotganligi Eronda kelajakda jiddiyroq choralar ko'rishga undashi mumkin degan bir taxminlarni ilgari suradi. Ya'ni urush qoidalariga ko'ra oladigan bo'lsak, masalan, lekin Qo'shma Shtatlar uchun va uni ittifoqchisi Isroil uchun qoidalar, qonun degan umuman tushuncha yo'q va hozirgi blokadasi ham o'zi aslida blokadalar to'g'risida yoki dengizlarda urush olib borish to'g'risidagi xalqaro konvensiyalarga mutlaqo javob bermaydi. Ya'ni bu bo'yicha bir qator konvensiyalar qo'yilganda ham Qo'shma Shtatlarning hozirgi xatti-harakatlarini baholovchi hech qanday normani topib bo'lmaydi. Endi hozir bu agar blokadani dan chiqarmaydigan bo'lsa, ya'ni bu yerda blokada davom etadigan bo'lsa, urushni tugadi deb aytayotganligida qanday ma'no qoladi? Urushni tugadi deb aytish uchun tomonlar o'zaro yon berishga borish kerak yoki qandaydir umumiy kelishuv bo'lish kerak. Urushni boshida, agressiyani boshida Qo'shma Shtatlar qanday talablarni qo'ygan bo'lsa, hozir shu talablarni deyarli hammasini ushlab turibdi va eronliklar ham qizil chiziq qayerda bo'lishini aytgan bo'lsa, xuddi shu talabda Eron taraf ham turibdi. Ikki taraf ham muzokara qilishga yoki nimadir kelishib olishga borayotgani yo'q. Bunday sharoitda esa urushni tugadi deb e'lon qilinishi bu Trampni urush olib borish taktikasiga xos bir jihat deb olishimiz mumkin. Chunki odatda Tramp qandaydir tinchlik haqida yoki urushni tugash haqida gapirgandan keyin orqasidan jiddiy bir hujumlarni yoki umuman xiyonat qiladi o'zini bu gaplariga odatda va shunday bir o'ziga tanaffus sifatida biz buni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Nimagaki biz hozir ko'rib turibmiz, Ko'rfazda Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini qayta joylashtirish amaliyotini qaysidir ma'noda bajarayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayrim qo'shinlarni bu yerdan olib chiqib ketish, yangilariga esa, yaqinda yetib kelganlariga esa harakat erkinligini berish kabi amaliyotlarni biz kuzatyapmiz. Va shu nuqtai nazardan qaysi tinchlik haqida gapirayotganligi ko'pchilik mutaxassislar singari hali bizga ham tushunarsiz. Rahmat. Marhamat Jahongir. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozirgi holatda Trampning bu hozir o'zi ham maxsus xat yozibdi-da Kongressga. U allaqachon biz Eron bilan sulhga erishganmiz. Shuning uchun ham o't ochish to'xtatish to'g'risidagi tizimimiz rejim ishga tushgandan keyin aprelda bu 60 kunlik muddatning ahamiyati qolmadi. Ya'ni buni muhokama qilishni o'zi keragi yo'q degan fikrlarni beryapti. Bu ham qaysidir ma'noda dalolat beradiki, u AQSh Kongressidagi siyosiy jihatdan mag'lubiyatga uchrashi mumkinligini bilib turibdi.
ya'ni kongressdagilar masalan bir qancha respublikachilar ham bayonot berishdiki, ya'ni urushni davom etishi uchun Trampga imkoniyat berish niyati yo'q ekanligini. Hatto yuqori palatadagi ya'ni senatdagi demokratlar palatasining demokratlar fraksiyasining lideri bo'lgan Chak Shumer ham urushni davom etish uchun Trampga qarshi chiqmagan har bir respublikachi uning jinoyatlarida sherikdir degan ma'nodagi keskin bayonot berdi. Bu ham albatta juda katta bo'linish borligini ko'rsatadi. Va hozirgi holatda bir oylik muddat ham u aslida urush davom ettirish emas, Ruslan ham aytdingiz, bu chiqib ketish uchun. Ya'ni boshlangan operatsiya bo'lsa chiqib ketish uchun. Hozir vaqtda bo'lsa operatsiyaning o'zi bo'lmayapti. Ya'ni hozirgi holatda Trump uchun hozir nimaga ega bo'lmoqchi bu orqali muhokamaga kiritmaslik uchun yana bir marotaba boshlash uchun, ya'ni boshlash olish uchun agar boshlash niyati bo'lmasa ham imkoniyat darchasini qoldirmoqchi. Ya'ni Erondagi agar hozir Kongress bo'ldi, bu jang harakatlari to'liq to'xtatilsin, qo'shinlar qaytarilsin degan qarorga keladigan bo'lsa, bu konstitutsiyaga zid kerak bo'lsa, vakolatlardan chetga chiqish AQSh prezidentining degan xulosa qiladigan bo'lsa, lekin 6 marta rad etdi buni. 6-marta. 6-marta ham rad etdi bu holat. Endi bu holat nimaga olib keladi? Eron bilan muzokaralarda Eron pozitsiyasini kuchaytirib yuborishi mumkin-da. Shuning uchun hozir qaysidir ma'noda Kongressning qarori juda siyosiy bo'ladi. Bu yerda huquqiylikdan ko'ra siyosiy qaror bo'lish ehtimoli baland, chunki bu har bitta qadamda to'g'ri. Har qanday holatda endi AQShning pozitsiyasi kuchsizlanishi aniq, lekin kamroq yutqiziq holatida chiqishni xohlashyapti AQSh siyosatchilari. Endi ikkinchi o'rinda aytish kerakki, Trampdan har narsani kutish mumkin. Aslida bu urushni masalan 2022-yil 24-fevraldagi Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ham 28-fevraldagi har fevralda urush og'ir kelyapti. O'zi fevral oyida bu Navruzga yaqin bo'lishi kerak. 2026-28-fevraldagi AQSh va Isroilning Eronga qilgan hujumi ham bu siyosatshunoslik jihatdan to'g'ri tushuntirib bo'lmaydigan holatda. Ya'ni siyosatshunoslik aslida bu siyosiy manfaatlarga asoslangan sohada. Hozir bu yerda milliy manfaat emas, balki boshqa davlat manfaati yoki irratsional qaror, mafkuraviy, boshqa davlat lobbizmini ta'sir bo'lgandek bo'lish ehtimoli oshdi va bu AQShning o'zi uchun ham noan'anaviy holat bo'ldi-da. Shuning uchun bu yerdagi uni to'xtatib turuvchi yagona jihat bu unga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda uni muxlislarining munosabati. Ya'ni MAGA loyihasining taqdiri ta'sir qilishi mumkin xolos. Ya'ni u nimadan qo'rqadiki, uni muxlislari jahon chempionati vaqtida yoki AQShning 202-yillik bayrami vaqtida nima qilyapti o'zi Eronga qarab. Undan ko'ra hozir biz AQShni katta bayramlarni chiroyli o'tkazishimiz kerak. Shu kabi bayramga tuhfa qilmoqchidir-da Tramp. Lekin bunaqa tortiq har qalay AQSh xalqiga qilinadigan bunday tortiq AQSh xalqi qabul qila olmaydi. O'zi AQSh nima uchun prezident bo'la olgandi? Nima uchun saylay olishgandi? Birinchi o'rinda men prezident bo'lganimda Bayden agar prezident bo'lmasdan meni saylaganlaringda 2020-yilda hech qanaqa Rossiya Ukraina urushi bo'lmasdi degan fikr bilan chiqqandi. Lekin uni o'zi Bayden o'zi urush boshlamagan. Putin boshlagan Ukrainaga qarshi. Hozir Trampning Eronga qilgan hujum tufayli ushbu argumentidan ayrilib qoldi-da. Eng kuchli argumentdan ayrilib qoldi. Yana so'z beramiz Jahongir aka sizga. Marhamat, kimda fikrlar bor? Mayli, endi mana Tramp hozir albatta hiyla ishlatyapti va bu hiylaning ikkita adresi bor. Birinchisi bu eng avvalo mana shu ichki adres, bu Kongressni aldadi boshqacha aytganda. Kongress hozir Trampga qo'shinni qaytar, urushni tugat deb aytolmay qoldi. Chunki o'zi xat jo'natdi, men urush tugatdim dedi. Nima endi sulh boshlanganda urush tugagan dedi. Mana Kongress hozir qo'shinni qaytaring, urushni to'xtating deb xat yozadigan bo'lsa, Tramp o'zi men urushni tugatdim deb aytib qo'ydi-ku, to'g'rimi? Tashabbusni olib qo'ydi, hiyla yo'li bilan olib qo'ydi va keyin shu xatning oxirida yana aytayaptiki, mana agar mabodo biror kor hol bo'lib, biz haligi provokatsiyalar bo'ladigan bo'lsa yoki bizning shu haligi birinchi aytgan maqsadlarimiz amalga oshmaydigan bo'lsa, biz hali zarba berish huquqini o'zimizga qoldiryapmiz deb, demak haligi nima qilishi haqiqatdan ham nima qilishini ham aytib qo'yyapti va bu yerda endi formal urushning ikkinchi seriyasini noldan boshlab ochish ham mumkin va u
yuridik haq bo'lib qoladi. Qo'shtirnoqchidagi operatsiya nomini aytadi. Yo'q, bir Vashkarson ko'rsatadi. Mana formal urush tugadi-ku. Endi yangi urush boshlanyapti. O'sha Vashkarsonga mana bu Eron mana shunday qildi, Eron mana bunday qildi. Bunga biz javob berishimiz kerak-ku. Men mana yangi harbiy operatsiya albatta shu so'zda yangi degan so'zni Tramp ishlatadi. Va bu 60 kun degani yana. Va bu yana keyingi 60 kun degani va shu 60 kun ichida oldiga qo'ygan o'shaligi nimani bajarib olish mumkin. Men tomoshabinlarga Pit Hexetning mudofaa vazirining demak kongressda va senatda qanaqangi terlaganligini bir eslatib qo'ymoqchiman. U yerda mana shu Hexet mudofaa vaziri, endi urush vaziri desak ham bo'ladi, u Trampning talqini bo'yicha senatorlarning demak haligi hujumiga mutlaqo dosh bera olmadi. O'zini nokompetent bir mutaxassis sifatida ko'rsatdi va eng asosiy argumenti agar bu ishni qilmaganimizda sizlar Eronning yadro quroliga ega bo'lib qolishini hisobga olmayapsizlar deb qutuldi. Haligi senatorlarning bergan konkret savollariga umumiy gaplar, umumiy frazalar bilan nima javob berdi va bu yerda senat va Pit Hexetning mana shu duelida senat mutlaqo g'olib bo'ldi. Xuddi mana shu narsa Trampni ham kutayotgan edi. Agar Tramp kongressga borib menga cho'zib beringlar deganda Trampning o'zi ham xuddi shunaqangi ahvolga tushib qolishi mumkin edi. U ustomonona balkim shu bir g'irrom yo'l bilan yoki haligi hiyla yo'li bilan lekin formal yuridik haligi go'yoki tartiblarni saqlagan holda hozircha vaziyatdan chiqib turibdi. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar, bizning suhbatlarimiz Geosiyosat kuni sahifasida olib borilyapti va keyin ham shunday qizg'in suhbatlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Geosiyosat kun sahifasiga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollarni o'qib boryapmiz va barchasi navbatiga yetganda ularni ekspertlarimizga o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Marhamat. Mayli, ozgina fikrlarim bor edi. Hozirgi vaqtda shtatlarni Eronga qarshi amalga oshirayotgan agressiyasida shunaqa bir tushuncha shakllanadi ko'p joyda shakllangan, ya'ni kongress bir tomon, kongress go'yoki urush qilishni xohlamayapti, Trampni tiyib turishga harakat qiladi kongress, lekin Tramp uni aylanib o'tyapti. Tramp masalan kongressni aldadi, kongressga nisbatan hiyla ishlatdi va hokazo degan gaplarga endi bu hammani o'zini asoslari bordir, lekin men o'ylaymanki Amerikada bir davlat uchun bu ko'p ham mos tushmaydi. Ya'ni hozir Eronga qarshi agressiyani Erondagi siyosiy shtatlardagi siyosiy elita ham, kongress ham, moliyaviy elita ham, harbiylar ham shu Tramp atrofida birlashgan holatda hammasi yakdil bir fikrda. Ya'ni hammasi birgalikda Eronni mustamlaka qilmoqchi. Moliyachilar bu yerda demak boyliklarga ega bo'lmoqchi, boshqasi boshqa narsaga ega bo'lmoqchi. Agar bu reja o'xshab qolsa, lekin Amerikada o'zi odatda Trampgacha bo'lgan davrda qaror qabul qilish mexanizmi bor edi. Qaror qabul qilish mexanizmi shundan iborat ediki, xavfsizlik organlari yoki strategik rejalashtirish organlari avval juda ko'pchilik organlar, xususan tahlil markazlari va boshqalar bilan maslahatlashardi. Qaror qabul qilish uchun yetarlicha davlat tadqiqotlari, umuman argumentlar, faktlar, hamma narsani to'plagan holatda keyin qaror qabul qilardi, u kongressda muhokama qilinardi va moliyachilar uni nima qilardi? Tasdiqlasa, undan keyin bu amalga oshiriladi. Siyosiy qaror hozir birinchi amalga oshirilib qo'yilgan. Xuddi shunaqa, ya'ni qisqa qilib aytganda, Tramp hozir urush e'lon qilamiz dedi, lekin bu ham ko'rinishdan shunaqa. Tramp go'yoki urush e'lon qiladi, lekin hozir shtatlarda Trampni mutlaqo o'zi mustaqil harakatlanyapti, u nima deyishni oldindan bashorat qilib bo'lmaydi deb hamma gapni Trampga yuklaymiz, lekin uni orqasida butun turibdi yirik oilalar, yirik moliyachilar, yirik investorlar. Kongressda o'zi ham bundan manfaatdor emas, kongress bundan xijolat yoki kongressni u aldadi degan gaplarga bu Amerika bo'lgani uchun ishonish qiyinroq. Hammasi yakdil hujum qilyapti, hammasi yakdil Eronga nisbatan agressiyani amalga oshirmoqchi. Bir 80-yillarda
Isroilda hozir boshqarayotgan shu Isroil sionistik rejimini hozirgi boshlig'i, Isroil urush hukumatining hozirgi boshlig'i Benyamin Netanyahu bir gapini aytgan, o'sha vaqtda ham yuqori lavozimlarda bo'lgan. Kongressni biz boshqaramiz, kongress bizni qo'limizda degan, ya'ni Isroil biz kongressni boshqaramiz degan va hammamiz bilamizki, Isroil kongressda juda kuchli lobbilariga ega, lobbirist qiladi, u yerda lobbizmni qo'llaydi va hozir kim kafolat beradiki, Isroil juda faol lobbizmni qo'llagan holatda Eronda shtatlarni proksi kuch orqali qo'llab Eron masalasini hal qilmayotganligiga kim kafolat bera oladi? Bunaqa material hech qayerda yo'q. Mana buni aksi bor lekin. Ya'ni Isroil shtatlarni hozir proksi kuch sifatida qo'llayotganligi to'g'risida juda ko'p tahlillar yozilyapti, juda ko'p fikrlar aytilyapti. Va u ko'rinishdan ham shu haqiqatga yaqinroq. Ya'ni Trump nimadir deb kongressni aldayotganligi yoki kongress nimadir bilmay qolayotganligi yoki hozir o'zim aytgandek birinchi siyosiy qaror qabul qilinib, orqasidan uni qanday qilib tekislash haqida o'ylanayotganligi ham o'zi aslida ko'proq haqiqatga menimcha yaqin emas deb o'ylayman. Abdulla aka, kesik so'zlar. Mening nazarimda bu yerda Shuhrat ham fikriga men 100% qo'shilaman. Bu xiyla, navbatdagi xiyla Donald Tramp o'sha sulh haqidagi gaplari, bu Amerika mustaqilligining 250 yillik yubileyini nishonlaydi. Jahon chempionati menimcha o'tkaziladi. Yana menimcha bu mavzuga qaytadi. Ungacha o'sha kerak bo'lsa Pokiston, Rossiya yoki Xitoy kimlardir ishtirokida Eronni muzokaralar stoliga tortishga harakat qilishadi, ya'ni vaqtdan yutish uchun. O'sha paytgacha ham go'yoki Amerika Eron taklifini qabul qilmaydi, Eron AQSh taklifini qabul qilmaydi. Menimcha o'sha balki iyul oyiga yoki avgust oylariga borib yana Eron bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi harbiy harakatlar boshlanishi mumkin va ungacha Qo'shma Shtatlar balki quruqlikdagi operatsiya o'tkazish uchun o'ziga mintaqadan proksi kuchlarni topishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari doimo o'sha urushlarda proksi kuchlardan foydalangan. Ya'ni u aviatsiyadan zarba berib turadi, havodan quruqlikdagi qo'shinlarini o'sha ish hal bo'lgandan keyin kiritadi va ungacha masalan kurdlardan foydalanish imkoniyati bor. Yoki ertaga belujlar masalasi ko'tarilishi mumkin va boshqa bu yerda va agar ular o'sha proksi kuchlar quruqlikdan kiradigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari havodan Isroil bilan birgalikda bombardimon ishlarini amalga oshirishi mumkin. Marhamat Jon. Assalomu alaykum aka. Uzr, bitta fikrni aytmoqchi edim. Uzri, ya'ni bitta Jon Kennedyning mashhur gapi bor-da. G'alabani otasi ko'p, lekin mag'lubiyat doim yetim deganda. Hozirgi holatda mana Shavkat aka aytgan fikrda to'g'ri, albatta Trampning atrofida ham va Trampning hokimiyatga kelishiga yordam bergan va kerak bo'lsa Trampning hozirgi harakatidan foyda ko'rayotgan guruhlar bo'lishi ehtimoli baland, albatta bor. Lekin ular hech qachon o'z nom bilan ish ko'rmaydi. Huquqiy jihatdan hozirgi asosiy qarorni qabul qilgan, ushbu jang harakatlariga qo'l qo'ygan odam Trampda. Ya'ni hech kim mag'lubiyatga uchrashni istamaydi. To'g'ri, albatta ular bilib turishdi. Agar bu yerda g'alaba qozonilganda biz ham shuni tarafdor edik deb turishi mumkin edi. Lekin hozirgi holatda, ya'ni ular bunchalik avvalo Trampni o'zi kutmagandiki, u Venesuela bo'ladi deb o'ylagandi, Eronni ham. Eron xalqining jipisligi va umuman tizimni, ya'ni shaxsga bog'liq emasligi tufayli Eron bu qiyin holatda sal bardosh berdi-da. Eron xalqi, Eron jamiyati, Eron boshqaruv tizimida, Eron harbiy imkoniyatlarini ham tan olishimiz kerak va shu holatda ya'ni eng kuchli ikkita yirik davlatga qarshi chiqdi. Shuning uchun hozirgi holatda ular o'zini aybdor emasligini ko'rsatish uchun ham bu fikrlarni qisman, ya'ni bu axborot kurashi yoki kerak bo'lsa Trampning bunday harakatlari ham asosiy bu yerdagi bosh aybdor mohiyatan Trump ekanligini ko'proq namoyish etadi. Ya'ni ular ham ertaga bu yana saylovlar bor-ku. Ya'ni ular shuning uchun ham ular namoyish etishyapti deb o'ylayman. Lekin Abdulla aka fikrlariga biroz qarshi edim. Ya'ni holatda to'g'ri, endi jahon chempionatidan keyin avvalo meni fikrim, bu noyabrdagi saylovlar oz qoladi. Va Respublikachilar partiyasi degani bu to'g'ri Trampning o'rni katta, lekin faqat Trampdan iborat emas demoqchiman. To'g'ri, unda bu hozirgi holatda Kongress ma'muriyatining qisman Trampni qo'llayotganiga sabab bu yerda Amerika manfaatlari ham borda. Bu muzokaralarda agar hozir Trampga bosim qilib qo'shinni olib chiqib ket desa, Eronning imkoniyatlari keskin oshib ketadi-da. Bu yerda faqat Tramp manfaatlari emas, balki umumiy manfaatlarga aylanadi. Amerika manfaatlari ham bor. Ikkinchidan bo'lsa, masalan, kurdlar dedingiz, Iroq kurdlari. Kurdlar 2 marta Amerikaga ishonib, qaysidir ma'noda hamma narsadan quruq qolishdi, ko'p narsadan. Juda katta qurbonlar berishdi.
Saddam Husaynga qarshi yoki mana IShIDga qarshi kurashning uzri u vaqtlarda qoidalar bo'yicha ishlovchi Obamalar bor edi, to'g'risi. Obama mamlakati Bayden bor edi. Ular va'da berishgandi, muhita deyishadi. Davlatchiligini, kurdlar davlatchiligini. Lekin nima bo'ldi oxirida? Lekin Amerika hali bu loyihadan voz kechgani yo'q. Kechirasiz, lekin hozirgi holatda mana Suriyadagi masalan Ahmad Asharani chiqishi va uni markazlashtirish siyosatini davom ettirgani ham kurdlar vositasidan, kurdlar masalasidan biroz voz kechayotganini ko'rsatadi. O'zi Suriyada tobora Amerika qismlari kamayib boryapti. Ikkinchidan bo'lsa, yana bir masala bor. Balujlar masalasida Pokiston bilan Balujlar masalasida Pokistonga qarama-qarshi bo'ladi. Ikkinchidan Turkiya masalasi ham bor edi. Ya'ni Turkiya bo'yicha Barzanilar bilan ko'rishilgandan keyin aytdik-ku, bu Isroil o'rtada turgandan keyin Turkiyadan ham darhol tashqi ishlar va razvedka bo'yicha mas'ullarni nimaga nima deydi, Mosul tarafga, boshqa tarafga tezroq qatnovlar kuchayib ketgandan keyin. Chunki agar hozir kurdlar ertaga aniq bashorat qilib bo'lmaydigan va kerak bo'lsa hokimiyatning istiqboli aniq bo'lmagan Trampga ishonib Erondagi davlatga qarshi kurashga kirishadigan bo'lsa, ertaga Eron va Turkiya o'rtasida qolib ketish ehtimoli balandda. Bu yerda hozir siyosiy yashovchanlik tufayli hech kim bunga bunday qiyin holatda tushishni istamaydi. Ikkinchidan bo'lsa, bu yil 2001-yil emasdi yoki 2003-yil emas. NATO to'liq Amerikani qo'llab-quvvatlayotgan. Hatto 2011-12-yil ham emas. Nima deydi? IShIDga qarshi umumiy nima deydi? Koalitsiya tuzish bo'yicha masalalar ko'rib chiqayotgan. Hozir Amerikaning o'zi Trampni qo'llovchilar o'zi kamayapti. Yevropani aytmasa ham bo'laveradi. Saudiya Arabistoni ham bilan ham qarama-qarshi bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi holatda men muzokaralar yirik noyabrda saylovlardan oldin yirik harbiy harakatlar boshlashga imkoniyatlari hozirgidan ham pastroq bo'ladi degan fikrdaman. Marhamat, Shuhrat aka. Mana bu Amerika demak jamiyati, uning mana shu haligi kongressi bugun Trampni yuritayotgan Eronga nisbatan agressiyasini to'liq qo'llayapti deb mana hozir Shavkatbek shunaqa fikr bildirdi. Endi mana shu oxirgi 2-3ta eng oxirgi jamoatchilikni o'rganuvchi Amerikada bu soha juda yaxshi rivojlangan, u yerda hech qanaqa falsh yo'q. So'rovnomalarda Jahongir, mana hammamiz bilamiz, Trampni qo'llaydiganlar 36% tashkil qilyapti. Ya'ni urushni qo'llaydiganlar 36% tashkil qilyapti. Keyin menimcha tushunmayman sizga. Siz aytyapsizki, Kongress to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu haligi nima, Kongressda Demokratlar partiyasi bor-ku. Senatda demak ular 47 ta ovozi bor. Kongressda, ya'ni quyi palatada ahvol Tramp uchun juda og'ir, chunki u yerdagi MAGA liderlarining o'zi Trampni tinimsiz tanqid qilyapti. Mana shu masala agarda nima uchun Tramp mana shu haligi xatni yozib yubordi, shu borib shularga tushuntirish bermay, shular kalamda garang qilmasin, xuddi shu Pik Hegsitni qanday beobro' qilgan bo'lsa, menga ham shunaqa attakalar bo'lmasin. Keyin mana bu haligi MAGAning liderlari, Respublikachilar partiyasi, MAGAning liderlarini men ular basharasini ko'rishni xohlamayman degan ma'noda nafaqat demokratlar, Tramp prezident o'laroq hech qaysi Amerika prezidenti aytmagan gaplarni gapirdi Jahongir, qarog'ishiga chiqardi. Bu aytdiki, Amerikaning birinchi nomer dushmani kim? Demokratlar partiyasi dedi. Bu tarixda bo'lmagan bu. Har doim prezidentlar, Amerika prezidentlari har doim aytadi, hamkasblarimiz, opponentlarimiz, raqib partiya deb aytar edi. Bu esa dushman deb bir necha marta aytdi. Umuman bugungi Tramp talqini bo'yicha Amerikaning dushmani bu Eron ham emas hattoki. Birinchi nomer dushman bu Demokratlar partiyasi. U hali prezident bo'lmasdan oldin hammangni qamayman degan edi. Mana Baydenni qamayman degan edi, Obamani qamayman, Hillarni qamayman degan edi. Har zamonda hozir ham shunaqangi ritorikalarni ishlatib yotibdi. Demokratlar partiyasi 5 marta masala kiritdi. Mana hammamiz kechagisi 6-masala, rad etildi. Qanday qilib biz ularni, bular hammasi jips, hammasi haligi bir xil pozitsiyada deb aytamiz. Qachonki real ahvol, haqiqiy mana faktlar uning tomoman teskarisini ko'rsatadigan bo'lsa. Domla, o'z yaxshi bitta fakt aytdingiz. Aholini 36%igina faqat bugun Trampni va respublikachilarni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni Donald Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Bor yo'q 36% aholi. Demak, Kongress bu bilan hisoblashmayaptimi shunda? Hisoblashmayapti. Demak, 36%gina tarafdori bor, qolgan hamma urushga qarshi, Donald Trampga qarshi, lekin Kongress jim turibdi.
Kongress bir yakuniy qaror qabul qilmayapti. Kongress Trampni tiyib turish uchun hech narsa qilmayapti. Impeachment e'lon qilishi mumkin yoki boshqa narsalar qilishi mumkin. Ularning qo'lida ko'p vositalar, masalan, ko'plab huquqiy normalar bor, boshqalar bor. Hech qaysini ishga solmayapti. Nimaga? Yuqorida mana Jahongir aka yaxshi aytdilar. Mana bu narsani ta'kidladim. Trampga o'xshagan odam kerak hozir. Kongressga, shtatlardagi yirik investorlarga, urushni moliyalashtiradigan yirik oilalar bor. Biz bilamiz hammasini. Shularning hammasi uchun Trampga o'xshagan odam kerak. Mana oldinga qo'yib qo'yibdi, go'yoki bir igrok sifatida, o'yinchi sifatida oldinda turibdi. Lekin urushdan asli manfaatdor bu yerda kim? Kimga bu urush kerak? Shtatlarga bu urush kerakmi? Shtatlarga masalan Eron nima tomoni bilan shtatlar manfaatlariga to'liq mos kelmay qolgandi. Qaysi jihatlariga ko'ra rejimni yiqitolmasligini bilardi. Eronda yadroviy qurolga ega bo'lish masalan Qo'shma Shtatlarga nimasi bilan xavfli? Biz hamma bilib turibdi-ku, bu yerda manfaatdor tomon Isroil manfaatlari uchun bu urush ketyapti. Yuqorida ham aytganimdek, Kongressda agar o'sha 80-yillarda Benyamin Netanyahu o'zi aytib turgan bo'lsa, biz Kongressni boshqaramiz deb, nima farqi bor hozir? Demokratlar qarshimi, respublikachilar qarshimi? Hamma qarshi emas aslida. Hamma aslida shu urushdan manfaatdor. Va bu urushning natijasi Kongressga ham, shtatlarga ham emas, Isroilga kerak. Va Isroilda manfaatini himoya qilayotgan shu Benyamin Netanyahuning gapi bilan aytgan o'sha kongressmenlar, kongressda o'tirganlar shovqin ko'tarayotgandir, 6 marta urushga qarshi ovoz bergandir, boshqa qilgandir. Lekin amalda nima? Hech narsa yo'q. Mana necha kun bo'ldi urush boshlanganiga? 28-fevraldan beri urush boshlanadi. Endi bu yerda hozir gapingizdan bir juda qiziq haligi fitna nazariyalarining hidi kelyapti-da. Siz haligi bir kolonial davrlarda gapiriladigan, mana mustamlaka qilib oladi deb aytyapsiz. Mana bir necha marta har doim o'tgan sizning chiqishlaringiz ham shu yerda ham aytiladi. Ironni deysiz, Amerika Qo'shma Shtatlari mustamlaka qilmoqchi. Keyin haligi iqtisodiy, haligi hozirgina yana aytdingiz, buni oldin ham aytgan edingiz, iqtisodiy qudratga ega oilalar, bu yoki qandaydir bir mafiya mavjud va bu mafiya Ironning milliy mustaqilligini tortib olib, Amerikani bir 52 yoki 53 shtat qilib qo'ymoqchi. Bu kolonial davrlar ritorikasi. Yangi kolonial yondashuv bu. Bu 20-asr ritorikasi. Biz hozir kolonial davrda yashayotganimiz yo'q. Demak, Amerika hatto Venezuelani ham o'ziga bir 52-shtat qo'shib olgani yo'q. Keyin mana transmilliy kompaniyalarning dunyo iqtisodidagi ishtiroki, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari, mana bilan Chevron, Shell, British Petroleum, Exxon Mobil, bular demak maqomi o'zi xalqaro degan maqomi bor. Bular faqat Amerikaniki ham deb aytib bo'lmaydi. Bular tinchlik tarafdori. Ayni mana shu kishilar, agar siz shular nazorat etayotgan bo'lsangiz, bular uchun eng avvalo tinchlik kerak. Keyin bular borgan joyda aksar hollarda iqtisodiy o'sish va shu davlatlarning yalpi ichki mahsulotlarining oshishi va oxir oqibat milliy farovonlik kelib chiqadi. Mana qo'shni Qozog'istonda men aytgan ana shu kompaniyalar eng katta ulushlarga ega va bugun hech kim Qozog'istonni qandaydir failed state yoki Amerikaning mustamlakasi sifatida ko'rmaydi. Juda ko'p davlatlar shularning kelishini o'zi yalinib kelinglar deb huquqiy baza yaratadi. Kelinglar, investitsiya qilinglar, neftimizni, gazimizni biz bilan o'zlashtiringlar deydi. Siz bir 100 yil oldingi kolonial davr ritorikalarni gapiryapsiz. Maylimi? Javob bersam, domla bu yerda bir narsa sizga xalaqit beradi, odatda shunaqa fikrlashingizda. Ya'ni siz tarixchi sifatida yoki siyosatchi sifatida auditoriya bilan ishlamaysiz. Ya'ni doimiy buni chidamassiz. Sizni iqtisodchi sifatida yaxshi bilamiz. Va shunga ko'ra oxirgi yillarda shunaqa bir tendensiya shakllangan. Bir oxirgi 30-40 yillar ichida yangi mustamlakachilik siyosati deyiladi bu narsani. Avvalgi aytayotgan 20-asrning boshidagi mustamlakachilik siyosatidan farqli o'laroq bu territorial bosib olishni anglatmaydi. Ya'ni Eronda rejimni qulatsa, Eronda rejimni qulatgandan keyin Amerika o'ziga loyal bo'lgan bir kimni qoldiradimi? Bu yerda katta ehtimol bilan nazariy jihatdan ham shunday odam qoldiradi. Va xuddi hozir Iroqda neftini qanday shtatlar tashib ketayotgan bo'lsa, Eronda neftni ham xuddi shunday tashib ketadi. Eronda o'zini maqsadlari yo'lida foydalanishga, Erondagi resurslardan o'zini maqsadlari yo'lidan foydalanishga
harakat qiladi. Va siz aytdingizki, har doim Amerika mustamlakachilik qilmoqchi Eronda deb aytasiz. Hamma har doim shunday deb aytib kelganman, chunki bu hamma narsani o'zi nomi bilan atashimiz kerak. Bu shtatlar va uni boshqarib turgan, hozirgi vaziyatda uni boshqarib turgan Isroilning mustamlakachilik ambitsiyalari asosida amalga oshirilayotgan ish. Faqat bu shu aytganimdek yangi mustamlakachilik siyosat, ya'ni territorial egallab olish haqida gap so'z yo'q. O'ziga xos bo'lgan, o'ziga moyilligi bo'lgan hokimiyatni qo'yib ketish orqali bunga erishadi bo'ldi. Boshqa hech narsa qilish shart emas. Buni biz yangi mustamlakachilik siyosati sifatida uzoq vaqtdan beri talabalarga ham aytamiz va umuman tadqiqotlarimizda ham bir tarixchi o'laroq, siyosatchi o'laroq bu narsani biz qo'llaymiz. Va butun dunyoda ham shu yangi kolonializm degan tushuncha mavjud. Bu demak tomoshabinlarga men o'zim fikrimni aytib qo'yib, retorika sifatida. Keyin Jahongir akaga so'z beramiz. Albatta, bu mana shu haligi sovetlarning shu haligi jon taslim qilishdan oldingi haligi qo'shtirnoq ichida klishesi qo'shig'i edi. Keyin ayrim so'l partiyalar bor dunyoda, so'l mana shu ultra sotsialistik, ultra kommunistik partiyalar, mana shular har doim shu retorikani qo'llab-quvvatlaydi. Aytadi, mana yangi kolonializm, neokolonializm davri, ular shu haligi texnologiyalar borligidan foydalanib keladidagi shularning boyligini o'zlashtiradi degan, boshqacha kommunistik oxirgi so'nggi kommunistik g'oyaning bir haligi bo'laklari, asolkalari. Bugungi 21-asr, 20-asrning oxirgi mana shu haligi sovet davri tormor bo'lib, lager yo'qolgandan beri qaysi davlatlar iqtisodiy qudratga erishyapti, qaysi davlatlar rivojlanyapti, qayerda mana shu ochiq eshiklar, ochiq iqtisodiy siyosat va mana shu transmilliy kompaniyalarni sheriklikka chaqirgan davlatlar, bular kimlar? Mana Singapur, Birlashgan Arab Amirligi, mana demak undan tashqari Janubiy Koreya, bular hammasi transmilliy kompaniyalar bilan hamkorlik qilib mana shunaqangi fenomenal umuman olganda havas qiladigan nimalarga erishdi. Bizning ham mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Transmilliy kompaniyalarni jalb qilish va ular bilan ishlash, ularni sherifga chaqirish bo'yicha. Shuning uchun sizning gaplaringiz bugungi zamon ruhiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Siz studentlaringizga noto'g'ri hozir axborotlar berayotgan ekansiz.